Assalomu alaykum mutaxassislar. Xudo xohlasa 81-darsda sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turibmiz. Excelga bag'ishlangan darsimiz hamda Glammy bo'limi, ya'ni Home bo'limini bugun sizlar bilan 100% tugatamiz. Va xudo xohlasa keyingi darsdan insert bo'limiga qadam bosamiz. Demak, bugungi darsimizda ko'rib turganlaringizdek dorixona loyihasini bajarib o'tamiz. Undan oldin nazariy bir nechta bilimlarni sizlarga taqdim etaman va undan keyin esa amaliyotga qaytamiz. Avvalambor Home bo'limini Clear oynasiga o'tamiz. Bu yerda Clear haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. O'zi inglizchadan tarjima qiladigan bo'lsak, tozalamoq degani. Xo'p, bu yerda Clear all va Clear format. Xo'p, biron bir ma'lumot ustiga kelaman. Xo'p, Clear allni tanlayman. Ko'rib turganlaringizdek, aynan mana shu yacheykedagi ma'lumotni butunlay tozalab berdi. Uni yozuvi bo'ladimi, rangi farqi yo'q. Ctrl Z qilib qaytaraman. Xo'p, undan keyin esa Clear formatga bosadigan bo'lsam, mana bunaqangi holatga o'tkazib qo'yadi. Ya'ni bu formatini, uning rangi, shrifti va hokazo va hokazo. Faqat yozuvni dastlabki holati qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa holatda qoladi. Demak, Clear boshqa ma'lumotlar ham xuddi shunaqangi linklarni, kommentariyalarni va kontentlarni tozalash. Demak, Clear haqida tushuncha paydo bo'ldi. Endi navbat filtrga bo'ladi. Filtr bu bizni ustunlarimizni ba'zi bir ma'lumotlarni izlashda yordam beradi. Aynan ikkinchi qatorni tanlayman va filtrni qo'yaman. Filtr qo'yganimizda bizda quyidagicha maxsus belgilar paydo bo'ladi. Xo'p, misol uchun men biror bir dorini sotmoqchi bo'lsam yoki qidirmoqchi bo'lsam, nomi bo'yicha qidirmoqchi bo'lsam, nomiga bosaman. Mana bu yerga searchga nomini yozamiz. Misol uchun SE deb yozadigan bo'lsam, C bilan boshlanadigan dorilar yo'q. Mana no matches deyapti. Demak, Citramonda C deb yozamiz. Citramon mana. Citramon degani mana bitta dori qoldi, u ham bo'lsa Citramon. Demak, OK ni bosaman. Mana Citramon ID raqami 5, nomi, tavsifi, ya'ni nima uchun foydasi bor, aynan aptekada qaysi shkafda va 5-polkada turibdi. Bu dorining turgan joyi, T joyi. Demak, kurs kelgan narxi va sotiladigan narxi. Misol uchun kunlik savdosi. Mijoz keldi, bizdan bir pachkamizda 10 ta dori bo'lsa, 5 ta dori olmoqchi. Demak, pachkamiz 4,5 ming so'm, bo'lamiz 10 ga, ko'paytiramiz 5 ga. Enterni bosadigan bo'lsak, 2250 so'm bo'ldi va biz klientimizdan aynan shu summani olishimiz kerak bo'ladi. Demak, yana mijoz kelib, yana dori so'raganda biz bu summani ma'lum bir joyga saqlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, bitta saqlash uchun bitta ustini ochib qo'yaman. Xotira deb qo'yamiz. Xotira. Biz xotiramizda 2250 so'mda saqlab qo'yamiz. Misol uchun, mana summamiz tayyor. Endi keyingi kelgan mijozga xuddi shu 5 ta o'chiramiz va dorilar sonini so'raymiz. Misol uchun 8 ta Citramon kerak. Narxi 3600 so'm. Demak, ko'rdilaringiz, plus belgisi 2250 so'mda yozib qo'yamiz yoki shu yacheykani tanlab qo'yamiz. Mana bo'ldi. Jami savdo 5850 so'm bo'ldi. Azizlar, foydani topish ozroq mashaqqatli bo'ladi, sababi matematik bilimimiz bu yerda juda katta rol o'ynaydi. Demak, boshladik. Avvalambor biz bu yerdagi yacheykalarni yaxshilab o'qib olishimiz kerak. Bu yerdagi ma'lumotlar nimani anglatadi? O'shanga e'tibor beramiz. Demak, birinchi formula yozishdan oldin barobar qo'yamiz. Xo'p, men mana bu sonni yozaman. Bu bizni jami summamiz, savdoga tushgan pulimiz bo'lingan qaus ichida mana bu summa. Bu summa bir pachka, ya'ni bir pachkada 10 ta bo'lsa 10 ta, 6 ta bo'lsa 6 ta dorining umumiy narxi 4,5 ming so'm. Xo'p, bo'lingan 10 qilaman.
Sababi men hozir bu yerda 10 ga bo'lsam bir dona dorini necha puldan sotyapman. Bir dona tabletkani. Va endi chiqqan natijani yana mana bu songa bo'laman. Bu degani nechta sotganman. Necha pulga sotyapman, mana bunga bo'lganini bilsa, nechta sotganman soni kelib chiqadi. Chiqqan sonni ko'paytiraman qavs ichida. Xo'p, endi sotiladigan narxdan ayiraman kelgan narxni. Bu degani hozir 1,5 ming so'm qoladi. Bu bir pachkadan qoladigan narx. Xo'p, menga soni kerak, chunki men hozir nechta sotganligimni mana bu yerda sonini topyapman. Ya'ni bitta tabletkadan necha pul qolyapti? Bo'laman 10 ga. Bo'lganimda bitta tabletkadan necha pul qolishi kelib chiqadi mana bu yerda va mana bu yerda esa nechta sotganligim. Natija enterni bosadigan bo'lsam 1950 so'm menga foyda qolyapti 5850 so'mdan. Azizlar, mana bu formula juda muhim formula. Bu joyga diqqat bilan e'tibor berib, yaxshilab o'rganasizlar degan umiddaman. Xo'p, endi biz filtrimizni qaytarmoqchi bo'lsak orqaga clear filter from deb bosadigan bo'lsam, mana yana o'z holatiga qaytdi. Aynan oxirgi bajargan operatsiyamiz mana hozir bizda Stramonda bo'ldi va bu yerda foydamiz, kunlik savdoyimiz ko'rinib turadi. Hech qanaqangi o'chib ketmaydi. Bu yerda esa jami summani har doimgidek avtosumma bilan topamiz. Menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Xo'p, azizlar, xotira nima? Hozir biz Excelni boshlang'ich darajasida bo'lganligimiz uchun bu xotira degan alohida yacheyka olganman. Hozir biz buni o'chiradigan bo'lsak, 3 ta narsa, ya'ni 2 ta narsa o'zgaradi. Kunlik savdoda pul kamayadi va foyda kamayadi. Shuning uchun bu xotira haqida keyingi darslarda yana to'liq ma'lumot berib o'taman. Excelni boshlang'ich qismida bo'lganligimiz uchun qisqacha, oddiy va sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, hozir biz 5850 so'm savdo qilganmiz. Yana bitta mijoz keldi. Plus u mijoz yana effektni bo'lingan. Xo'p. 10 bu 10 ta tabletka borligi uchun 10 ga bo'lyapmiz va nechta tabletka kerak mijozimizga? Misol uchun 2 ta kerak. Enterni bosadigan bo'lsam, bu yerda hozir oxirgi savdoni ko'rib turibsizlar, mijozdan necha pul olishligimiz bizga noma'lum. Shuning uchun ham azizlar, men xotira qo'yib qo'yibman. 5850 so'm, 5850 so'mni bu yerga qo'yib olamiz. Hozir 5850 so'm mana. Xo'p, bu qo'yilgani bilan mana bu yerda ikkita narsa o'zgaradi, e'tibor bermaysizlar. Delete bosib o'chiraman va yangi mijozimiz keldi. 4500 so'm bo'lingan 10 ta tabletka bo'lgani uchun sonini so'raymiz. Nechta kerak tabletka? Misol uchun 6 ta kerak. Enterni bosaman, 2700 so'm bu chiqdi. Demak, bizning xotiramizda 5850 so'm bor edi. Buni tanlayman, enterni bosaman, foydamiz mana ko'paydi. Demak, oxirgi marotaba biz xotiramizga 5850 so'm saqlab qo'yganmiz va bizga kunlik savdoyimiz 8550 so'm bo'ldi va foydamiz esa 2850 so'm. Demak, o'ylaymanki, tushunarli bo'ldi. Savollar bo'lsa yana guruhga yo video izohida bemalol yozib qoldirishlaringiz mumkin bo'ladi. Demak, filtrda eng yaxshi tarafi siz nechinchi qatorda dori yozgan bo'lishingizdan qat'iy nazar, dori nomini yoki turgan joyi bo'yicha bemalol topib kelishlaringiz mumkin bo'ladi. Bugungi darsimizda shu ajoyib loyihani bajarib ko'rdik, ya'ni dorixona loyihasi qanaqa bajariladi Excel dasturida kichkinagina jadval yordamida amaliy mashg'ulot sifatida ko'rib o'tgan bo'ldik. E'tibor uchun rahmat. O'ylaymanki, dars hammaga ma'qul va manzur bo'ldi. Dars yoqqan bo'lsa, shunchaki bitta like bosib qo'yamiz va keyingi darslarda ko'rishguncha deb qolaman. O'zingizni asrang. Assalomu alaykum.